Men eng xursandlik joyim Turkiyaga vez tashladim. Mo'ri produktdan tindirmasdan yedim. Vyetnamdan sog'lom ozish gruppasi uchib keldi. Hozir qisqacha otziv olamiz. Shuhrat aka, qanday bo'ldi sayohat? Mazza qildik. Men eng xursandlik joyim Turkiyaga vez tashladim. Mo'ri produktdan tindirmasdan yedim. Rustam akam boshchiligida ozgina xato qildik. Xato qilmasam 7 ga vez tashladim. Eng ko'p rezultat olgan kim Rustam aka? Hozir bir boshdan ko'rasiz hammasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qancha rezultat oldingiz? 8 kilo. 8 kilogramm. Bir haftada 8 Faqat kilogramm. yengil masofa iste'mol qildik. Rustam akamning nasib bo'yicha Rustam aka metodlariga nima deysiz? ajoyib, zo'r gap. Hozir tomonlari bo'g'ilib qolgan, to'g'ri tushunasizlar, lekin qisqacha sekin bo'lsa ham gapira olasizmi? Prosta bomba. İştirak etsangiz bilasiz. Buni o'zingizda his qilib ko'rmagunizcha so'z bilan yetkazib bera olmaydi hech kim. Borib baza qildik, dam oldik, sog'lig'imizni ancha yaxshilandi, tikladik. Zo'r mahsulotlar, dengiz mahsulotlarini iste'mol qilib, dengizda cho'milib, sog'lig'imizga ancha o'zgarish bo'ldi. Ham madaniy, ham taniy deydi-yu. Ortiqcha vesim yo'q edi menda. Shunda ham 2 kiloga tashladim. Borib sayohat qilib keldingiz, psixologik o'ziga dam Shunaqa berib endi keldingiz. yoshimiz 50 ga kirdi, o'sha sog'lom hayot tanlaydigan paytga keldik, o'shanga. Britaniyalarda qanaqa bo'ldi? Qiyinchiliklar bo'lmadimi? Britaniya boshida qiyinchilik bo'ldi, keyin 4-5 kundan keyin o'rgandik. Sayohat yaxshi bo'ldi, alhamdulillah. Rustam akam mana qilardi. 4 kilo ozdik bir haftada. Yomon emas, yaxshi. Endi bu yog'ini davom ettiramiz. Sport zal. Rustam aka metodlariga nima deysiz? Strogiymilar yoki kimdirlarni kechirib yubordilarmi, kech qolganlarni? Boltalar o'tkir ekan borib, boltalar yomon o'tkir ekan lekin. Bilet olib ketib olmoqchi bo'ldim borib, to'g'risi. Bo'pti, sen keyin Rustam aka demoqchi edim, yo bo'ldi, mayli. Men keyingi sayohatga chiqqanlar strogi disiplina bilan. Disiplina, disiplina bo'lmaydi. Zo'r. O'ylaganimizdan ham zo'r. Mehmonxona, Ha, cho'tki hammasi lokatsiyalar hammasi joyidami? Zo'r. Boringlarga shukur. Rustam akam metodlari bo'yicha yo zo'r bulardan o'sha ancha oldin boshlaganmiz, ro'zadan 20 kun oldin boshlagan edi, effektni ko'rish boshlaganmiz. Bu yoqqa borib undan ham ko'proq effekt ko'rdim. Natijalarni ko'rdinglar. Sizlar ham sog'lom ozib sayohat qilib kelaman desanglar, hozirgi paytda o'sha guruh ochib qo'yganmiz. Guruhlarga odamlar yig'ilishni boshlayapti. Kommentariyaga sayohat so'zini yozib qoldiringlar, biz sizlar bilan bog'lanib, batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz.